Assalomu alaykum aziz tomoshabin, siz bizning so'nggi xabarlar kanalimizni tomosha qilmoqdasiz. Diqqat qiling, 2025-yilda ish haqqi, pensiya va nafaqalarni inflyatsiya darajasidan past bo'lmagan miqdorda oshirish rejalashtirilmoqda. 25-yilda O'zbekistonda budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va pensiya va nafaqalarini inflyatsiyadan past bo'lmagan darajada oshirish rejalashtirilmoqda. 2024-yilda ish haqqi va pensiyalarni oshirish uchun rejalashtirilgan mablag'dan kamroq mablag' ajratildi. 2025-yilda budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalarini inflyatsiyadan past bo'lmagan darajada oshirishi aytib o'tilmoqda. Bu O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan 2025 va 27-yillarga mo'ljallangan budjetnoma loyihasida nazarda tutilgan. Keyingi yil inflyatsiya 7% ga bo'lish prognozi e'lon qilinmoqda. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ish haqqini budjetda rejalashtirilgan parametrlardan tashqari 1% ga qo'shimcha oshirish uchun yiliga 1,5 trillion so'm. 2024-yilda bu ko'rsatkich 1,3 trillion so'm edi. Pensiyalarni 1% ga oshirish uchun esa 730 milliard so'm, ya'ni 600 milliard so'm talab etiladi. Nafaqa oluvchilar sonining 10% ga ko'payishi esa yiliga 740 milliard so'mni tushadi. Kelgusi yilda budjet tuzilmasida ish haqqi xarajatlarining ulushi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 9% dan 9,5% gacha oshishi va davlat umumiy xarajatlarining qariyb 44,8% ni tashkil etishi kutilmoqda. Davlat budjetining ish haqqi bo'yicha umumiy xarajatlari 27,6 trillion so'mga 126,4 trillion so'mdan tashkil etilmoqda. Moliyachi Otabek Bakirov ish haqqini oshirish 2024-yildagidek 4-chorakda emas, 1,5 yillikda amalga oshirilishi mumkinligini taxmin qildi. Pensiya oluvchilar soni 4,1 million so'm kishidan 4,3 million kishiga, ya'ni 300 ming yangi pensiya oluvchilar va 100 ming pensiya ta'minotiga sarflanadigan xarajatlar esa 64,4 trillion so'mdan 75 trillion so'mgacha tashkil etilmoqda. O'rtacha pensiya miqdorining o'sishi 11,7% darajasiga bo'lishi prognoz qilinmoqda. Raqamlarga qaraganda 2025-yilda stipendiyalar miqdori oshirilmaydi. Davlat budjetining stipendiyalari bo'yicha umumiy xarajatlari 1,9 trillion so'mdan 2 trillion so'mgacha, ya'ni plus 5,3% gacha oshishi talabalar soni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Davlat budjetining ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdorini oshirish bo'yicha jami xarajatlar 7,1 trillion so'mni tashkil etadi. Bu dastlab rejalashtirilganiga nisbatan qariyb 2,5 trillion so'mga kam. 25-yilda ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdorini oshirish xarajatlari uchun 6,63 trillion so'm yo'naltirilishi rejalashtirilmoqda. Xayr, salomat bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya bosib qo'yishni unutmang. O'zingizni asrang. Bizning kanaldan uzoqlashmang.